Barchangizga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men o'zim 11 yil o'qib tamomlagan o'rta maktabga bordim. Sababi bu yerga qizchamni 1-sinfga o'qiydi, shu yerga olib bordim va shu yerda bir syomka qildim. Agar kimlar shu Zahriddin Muhammad Bobur nomli o'rta 50-maktabda o'qigan bo'lsa, albatta befarq bo'lmay bitta like bosib ketingizlar. Sinflarda, darsxonalarda dars o'tayotgan jarayonlarda, ya'ni 1-sinflarda syomka qilib, kameraga chiqarib, gapirtirib, she'r aytirib videolar qilganman. Ko'rsangiz yoshligingiz обязательно esingizga tushib ketadi. Biz shunday videoni qo'yaman, tomosha qiling. Qani bo'lmasa ketdik. Ey sinfdoshlarim, qora qoshlarim, yoshlikni eslasam ko'zlarda yoshlarim, g'o'r yoshlik paytlari sho'xlikni qo'ymadi.